bir marta Koreyada mevalar bemaza. Ayniqsa qovunni rosa bemaza desam, kimdir menga oq qovunni olib yeng, yeb ko'ring, oq qovun juda shirin deganda. Kecha atay borib oq qovun olib keldim. Ichi kunaqa ko'kroq bo'lar ekan. Qani yeb ko'raman. Hech ham Koreyada bir marta qovun yeb ko'rganman, bemazaligi uchun qaytib qovun yemasdim. Bismillah. Tagi oq qovun. Shirin, lekin O'zbekiston qovuniga o'xshamaydi. Lekin shirin ekan. O'zbekistonda kampir qovun bo'ladi, sariq kichkina. Unga o'xshamas ekan. Lekin shirin ekan. Singlim kelganda bir necha kun avval biznikida. O'g'li yig'lorib 3-4 kun deganda endi bizga ko'rikib qoldi. Qovun so'yib berdim, mana yeb o'tirib.